Xo'p, demak boshlaymiz. Bo'linish belgilari tub va murakkab sonlar 31-misolga kelgan ekanmiz, tamam? 31-misol. 31-misol. 239 a hop, soni deyapti. 2 ga bo'linish kerak. 31-misoldan 50-misolgacha bo'lgan savollarda a raqamining qanday qiymatlarda ko'p sonli sonlar berilgan songa bo'linadi deyapti. Qoldiqsiz bo'linishi kerak. Tushundingmi? Savol: biz 2 ga bo'linish qoidasini o'rgandikmi? 2 ga bo'linish qoidasi nima edi? Mana a ni o'rniga mana tepasidagi chiziqcha bo'lsa, tepasidagi shapkasi. Mana a ni qiymati raqam ekanligini anglatadi. Raqamlar 0 dan boshlab nechigacha? 9 gacha. Men hozir mana a ni o'rniga 16 degan sonni qo'ya olmayman. Faqat raqamlar qo'yishim mumkin, tushundingmi? Demak, a ni o'rniga birinchi navbatda savol: 1 qo'yishim mumkinmi? Yo'q. Bu qo'yishim mumkin emas, chunki 1 qo'ysam oxirgi raqam 1 bo'lib qoladi, nechiga bo'linmay qoladi? 2 ga bo'linmay qoladi. Birinchi qo'yishim mumkin bo'lgan son raqam 0, undan keyin 2, 4, 6, 8. Bo'ldi. Boshqa raqamlarni qo'ya olmayman, tushundingmi? Demak, a ning qiymatlari 0 bo'lishi mumkin, 2, 4, 6, 8 bo'lishi. Tushundingmi? Yaxshi. Keyingisiga qaraymiz. 32-misolga qaraymiz. Demak, 32-misol. 32-misolda bunday xuddi shunaqa. 458 a 458 a tepasida shakasi bor, chiziqchasi. Nechiga bo'linishi kerak deyapti buni ham? 2 ga. Biz qoidani bildik. Oxirgi raqam 0, 2, 4, 6, 8 bo'lgan sonlar 2 ga xolos bo'linadi dedik, tushunarmi? Demak, a ni o'rnida bunga ham nimalar bo'lishi mumkin? 0, 2, 4, 6, 8 olish mumkin o'shalar. Boshqa raqamlar oladigan bo'lsam 2 ga bo'linmay qoladi. Tushundingmi? Yaxshi. 33-misolga qaraymiz. 33-misol. 33-misol mana bu yerda 674 a nechiga bo'linishi kerak ekan bu? 3 ga. Savol: 3 ga bo'linish qoidasi. To'g'ri. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'lingan son 3 ga xolos bo'linadi dedik, tamam? 6 ga 4 qo'shadigan bo'lsam, 6 qo'shamiz 7, qo'shamiz 4 qo'shadigan bo'lsa 13, 17 chiqyaptimi? Savol: a ni o'rniga 1 qo'yishim mumkinmi? A ni o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsa raqamlar yig'indisi 18 bo'lib qoladimi? Bo'ladi, 18 ga. Savol: a ni o'rniga 2 qo'yishim mumkinmi? Yo'q, chunki 17 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsam 19 bo'lib qoladi, 19 3 ga bo'linmaydi, tamam? A ni o'rniga 3 qo'yishim mumkinmi? Yo'q. Mumkinmi? Yo'q. Nima uchun? Raqamlar yig'indisi 20 bo'lib qoladi, 20 nechiga bo'linmaydi? 3 ga bo'linadi. A ni o'rniga 4 qo'yishim mumkinmi? 17 ga 4 qo'shadigan bo'lsam 21, 21 3 ga xolos bo'ladi. A ni o'rniga 5 qo'ya olmayman, 6 qo'ya olmayman, 7 qo'yishim mumkinmi? A ni o'rniga 7 qo'yadigan bo'lsa necha bo'lib qoladi? 24. To'g'ri. Demak, a ni o'rniga 7 qo'yishim mumkin, raqamlar yig'indisi 24 bo'lib qoladi, 24 3 ga xolos bo'ladi. A ni o'rniga 8 qo'yishim mumkinmi? Yo'q. A ni o'rniga 9 qo'yishim mumkinmi? 9 qo'yadigan bo'lsam qarang. A ni o'rniga 9 qo'yadigan bo'lsam 3 da 26 nechiga bo'linmaydi? 3 ga xolos bo'ladi. A ni o'rniga 10 qo'yishim mumkinmi? Yo'q-da, a ni o'rniga 10 qo'ya olmayman, chunki a ni qiymati raqam bo'lishi kerak dedik-ku, to'g'rimi? Son qo'ya olmayman, faqat raqamlar 0 dan boshlab 9 gacha. Tushundingmi? Demak, a ni qiymati birinchi navbatda 1 bo'lishi mumkin ekan, 4 bo'lishi mumkin ekan, 7 bo'lishi mumkin. Tushundingmi? Boshqa sonlarni qo'yadigan bo'lsam 3 ga xolos bo'linmay qoladi. Tushundingmi? Yaxshi. Keyingisi 35-misol. 35-misol. 35-misolda aytilyaptiki, 482 a soni deyapti, nechiga bo'linishi kerak endi bunda? 4 ga bo'linishi kerak. 4 ga. Savol: 4 ga bo'linish qoidasi oxirgi ikkita raqami 0 bo'lishi kerak yoki oxirgi ikkita raqami 4 ga bo'linishi kerak? Oxirgi ikkita raqami 0 bo'la olmaydi-mi bu yerda? Lekin 4 ga bo'linishi mumkinmi? Savol: a ni o'rniga 0 qo'ysam hozir 20 bo'lib qoladimi oxirgi raqam? 24 ga bo'ladimi? Demak, a ni o'rniga olishim mumkin ekan. 4 0 ni. A ni o'rniga 1 olsam. A ni o'rniga 1 olishim mumkinmi? Yo'q. A ni o'rniga 2 olishim mumkinmi? Yo'q. Oxirgi raqam a ni o'rniga 2 oladigan bo'lsam 22 bo'lib qoladimi? 22 4 ga bo'linmaydi, tushunarmi? 23 olishim mumkinmi? 24. A ni o'rniga necha olishim mumkin keyingisi? 4 olishim mumkin. 4 olaman a ni o'rniga, oxirgi raqam 24 bo'lib qoladi. 24 4 ga bo'linadi, 6 chiqadi, tushunarmi? A ni o'rniga 5 ololmayman, 6 ololmayman, 7 ololmayman, 8 olishim mumkinmi? Mumkin. Demak, a ni o'rniga necha qo'yaman? 8.
8 olib qo'yadigan bo'lsa 28, 28 nechiga bo'linadi? 4 ga bo'linadi. Mana bunaqa sonlar paydo bo'lib qoladi, qaranglar. A ni o'rniga 0 qo'ysam 4820 birinchi son, ikkinchi son 4824, demak 4828. Shu 3 ta son paydo bo'ladi, tamam? Mana shu 3 ta son tuzishimiz mumkin bo'lgan A ni o'rniga 0 qo'ydim 4820, 4 qo'ydim 4824, 8 qo'ydim 4828. Mana shu sonlarni tuzdik-ku biz. Shu tuzgan sonlarimiz hammasi nechiga qoldiqsiz bo'linadi? 4 ga qoldiqsiz bo'ladi. Tushundingmi? Yaxshi. 37-misolga qaraymiz. 37-misol. 37-misolda nechiga qoldiqsiz bo'linadi deyapti endi? 5 ga. 129 A sonimiz nechiga bo'linishi kerak ekan? 5 ga. 5 ga bo'linish qoidasini bilamiz. Oxirgi raqam yoki 0 bo'lsin yoki 5. Boshqa raqam bo'la olmaydi. Demak, A ni o'rniga yoki 0 qo'yishim mumkin yoki necha qo'yishim mumkin? 5. A ni o'rniga 0 qo'ysam qanaqa son paydo bo'ladi? 1290. A ni o'rniga 5 qo'yadigan bo'lsam 1295. Mana tuzgan sonlarimiz hammasi 5 ga qoldiqsiz bo'ladi. Yaxshi. Keyingisi 39-misol. 39-misol. Qaraymiz. 487 A nechiga bo'linsin deyapti? 6 ga. Savol, 6 ga bo'linsin deyapti. Savol. 6 ga bo'linish qoidasi 2 ga ham, 3 ga ham bo'ladigan sonlar 6 ga ham bo'ladimi? Demak, men 2 ni ham qoidasini qarashim kerak, 3 ni ham qoidasini qarashim kerak. Tushunarmi? A ni o'rniga savol so'rang. A ni o'rniga hozir 1 qo'yishim mumkinmi? Yo'q. Chunki 1 qo'ysam 2 ga bo'linmay qoladi, tushunarmi? Yaxshi eshitamiz. Hozircha men A ning taxminiy qiymatlarini hisoblab chiqaman. Qarang. A ning taxminiy qiymati 0 bo'lishi mumkin, 2, 4, 6, 8 bo'lishi mumkin. Ammo 5 ta qiymati bor. 1, 3, 5 tani qo'ya olmayman, chunki 2 ga bo'linmay qoladi. Qarang. 4 qo'shamiz 8, qo'shamiz 7. Ana endi 3 ga bo'linish belgisini tekshirib ko'raylik. Qo'shadigan bo'lsam 15, 15 ga 4 qo'shadigan bo'lsam 19. Savol: A ni o'rniga 0 olishim mumkinmi hozir? A ni o'rniga 0 oladigan bo'lsam, raqamlar yig'indisi 19 bo'lib qoladi, demak bu nechiga bo'linmaydi? 3 ga. Savol: A ni o'rniga 1 olishimiz mumkin emas dedik, shunaqami? A ni o'rniga 2 olishim mumkinmi? A ni o'rniga 2 oladigan bo'lsam, qarang. A ni o'rniga 2 oladigan bo'lsam, hosil bo'ladigan son 4872 bo'lib qoladimi? Bu son 2 ga bo'linadimi? Raqamlar yig'indisi 21 bo'lib qoladimi? 21 nechiga bo'linadi? 3 ga. Demak, bu son nechiga ham bo'linar ekan? 6 ga ham bo'linar ekan. Demak, A ni o'rniga necha qo'yishim mumkin men hozir? 2. Savol: A ni o'rniga 4 qo'ysam hozir, raqamlar yig'indisi 19 ga 4 qo'shamiz? 23. 23 3 ga bo'ladimi? Yo'q. A ni o'rniga 6 qo'ysam, raqamlar yig'indisi necha chiqadi? 25. 25 3 ga bo'ladimi? Yo'q. A ni o'rniga 8 qo'ysam? 27, to'g'ri. A ni o'rniga 8 qo'yapman endi, raqamlar yig'indisi qarang. 8000, 4000, 4878 bo'lib qoladimi? Raqamlar yig'indisi qo'shadigan bo'lsam 12, 27. 27 3 ga bo'ladimi? 2 ga ham, 3 ga ham bo'ladigan sonlar 6 ga ham bo'ladi. Demak, bu ham to'g'rimi shunda hozir? 9 qo'yishim mumkinmi? Yo'q. Demak, A ning nechta qiymat bo'lgan ekan hozir o'zida? 2 ta. A ni o'rniga faqat 2 qo'yishim mumkin va necha qo'yishim mumkin? 8 qo'yishimiz. Tushundingmi? Va. Bo'ladi. Keyingisi. Keyingi misol. Keyin 40 ni ham qo'yaylik birdaniga. 40-misol. Demak, 975 A soni deyapti, nechiga bo'linsa? 6 ga. Yana sizlarga savol beryapman. Qarang. A ni o'rniga 1 qo'yishim mumkinmi hozir? Yo'q. 3. Yo'q. 5. Qo'ya olmayman. Chunki A ni oxiridagi A oxirida turibdi-da. Oxirida turgan degani oxir mana 6 ga bo'linish qoidasi. 2 ga ham bo'linishi kerak, keyin nechiga ham bo'linishi kerak? 3 ga ham bo'linishi kerak. 2 ga bo'linish uchun oxirgi raqamlar juft son bo'lishi kerak. 0, 2, 4, 6, 8 bo'lishi kerak. Demak, qaraymiz. Raqamlar yig'indisini bitta hisoblab olaylik. 9 qo'shamiz 7, qo'shamiz necha? 5. Xo'p, 12 jami 21 bo'ladimi? 21. Savol: A ni o'rniga 0 qo'yishim mumkinmi? A ni o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsam, qaranglar, 0 qo'yadigan bo'lsam. Raqamlar yig'indisi necha bo'ladi? Mana bu son bo'lib qoladi, mana bunaqa son paydo bo'lib qoladi. 9750 bo'lib qoladi. Raqamlar yig'indisi 21. Oxirgi raqami 0. Bo'linadi 6 ga? Bo'ladi. Qarang. Paydo bo'layotgan son A ni o'rniga 0 qo'yapman, paydo bo'layotgan son 9750 bo'lib qolyapti. Raqamlar yig'indisini qo'shadigan bo'lsam 21. Oxirgi raqami 0. Raqamlar yig'indisi 21 degan 3 ga qolsa bo'ladi deganmi?
Oxirgi raqam 0 degan 2 ga bo'linadi degani u. Demak 2 ga ham bo'linadi, 3 ga ham bo'linadi. Demak nechaga ham bo'ladi bu? 6 ga ham bo'ladi. Ana endi savol. A ni o'rniga 2 qo'yishim mumkinmi? A ni o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsam raqamlar yig'indisi 23 chiqib qoladi, shunaqami? 23. 23 3 ga bo'linmaydi, shunaqami? A ni o'rniga 4 qo'yishim mumkinmi? Raqamlar yig'indisi necha bo'lib qoladi? 4 bo'ladi. Bo'lmaydi. 6 qo'yishim mumkinmi? A ni o'rniga 6 qo'yishim mumkinmi? 9756. Raqamlar yig'indisi 27. Oxirgi raqam 6. Demak nechaga ham bo'linadi bu? 2 ga ham bo'linyapti, 3 ga ham bo'linyapti, demak 6 ga ham bo'ladi. Keyingi raqam. 8 qo'ysam, qarang. A ni o'rniga 8 qo'yadigan bo'lsam, raqamlar yig'indisi 29 bo'lib qoladimi? 29 nechaga bo'linmaydi? Demak, ikkitagina qiymat bor ekan, bittasi 0, bittasi necha? 6. Tushunarlimi? Savollar yo'qmi? Yaxshi, keyingisiga qaraymiz. Keyingi misolga qaraymiz. Hop, 41-chi misol. 41-chi misol. Yaxshi deb e'tiborlaymiz. 734 A. Sonda nechaga bo'linish kerak endi bu? 8 ga. Savol. 8 ga bo'linish qoidasi. Oxirgi 3 ta raqam 0 bo'lishi kerak. To'g'ri. Oxirgi 3 ta raqam 0 mi? Yo'q. Demak, oxirgi 3 ta raqam 8 ga bo'linsin deymiz hozir. Savol qarang. 8 ga bo'linish qoidasi. Hozir men A ni o'rniga 0 qo'ymoqchi bo'lsam, son necha bo'lib qoladi? 340 bo'lib qoladimi? 7000 demaymiz-da, chunki bizga oxirdagi 3 ta raqam kerak-ku. 7000 kerak emas. 340 qarang. 34 nechida 8 4 ta bor, 20 nechida 8 2 ta bor, qoldi qolib ketadi 4. Demak nechaga bo'linmaydi bu 8 ga? Bo'linmaydi, qoldi qolib ketadi. Yoki bo'lib ko'rsataymi? Shartmas. A ni o'rniga 1 qo'yishimning foydasi yo'q, chunki 341 oxirgi raqam toq bo'lgan sonlar hech qachon 8 ga bo'linmaydi. Mana 8 kara bor-ku. Kara-karani qarasalaring ham oxirgi raqam hech qachon toq sonlar bilan tugamaydi, mana 8. Mana 7 bilan, 5 bilan, 3 bilan tugaydigan sonlar yo'q. Shuning uchun men A ni o'rniga faqat juft son qo'yishim mumkin. Tushundingmi? Keyingisi A ni o'rniga men 340. Mana A ni o'rniga necha qo'yapman men hozir? 0. Oxirgi 3 ta raqam necha bo'lib qoladi? 340. Bizga 8 ga bo'linishi uchun hamma raqamlar kerak emas, faqat oxirdagi 3 ta raqam kerak-ku. Shuning uchun faqat 340 ta o'zini olyapti. Tushundingmi? 7 qara. Mana bu joyda, mana bunaqa son berilgan. Oxirgi raqam A bo'lib turibdi, to'g'rimi? O'sha son nechaga bo'linsin deyapti? 8 ga. 8 ga bo'linish qoidasi oxiridagi 3 ta raqam 0 bo'lishi kerak. Yoki oxiridagi 3 ta raqam nechaga bo'linsin? 8 ga bo'linsin. Savol, oxiridagi 3 ta raqam 0 mi hozir? Yo'q, 0 emas. Ana endi tekshiramanda oxiridagi 3 ta raqam 8 ga bo'linsa, demak o'sha son 8 ga bo'linadi deb aytaman, to'g'rimi? Oxiridagi raqamiga 0 qo'ydim. Oxiridagi 3 ta raqam necha bo'lib qoldi? 340 shunaqami? 340 ni ustun shaklda bo'lib ko'rsak, mana bu yerda. Mana yerda yozmani o'chirib tashlaymiz. 340 ni nechaga bo'layapmiz? 8 ga. 34 dan ajrataman. Demak, 4 dan beramiz. 4 dan 4 kare 8 32, ayirib yuboradigan bo'lsam 2 0. 2 dan beramiz 16, ayirib yuboradigan bo'lsam necha qoldi? Bizda qolish kerakmi? Yo'q. Demak, mana bu A ni o'rniga necha qo'ya olmas ekanman men hozir? 0 ni qo'ya olmas ekanman. 0 qo'ysam xato chiqib qoladi. Tushundingmi? Ana endi qara, A ni o'rniga 2 qo'yayapman. A ni o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsam, javob necha, son necha bo'lib qoladi? Son 342 emas, lekin oxiridagi 3 ta sonni, 3 ta raqam, oxiridagi chiqadigan 3 ta son 342 bo'lib qoladi. Tushundingmi? Ana endi tekshiraman yana 342 ni. 342 bo'lamiz 8, 34. Demak 3 tadan 4 tadan beramiz. 4 kare 8 32, ayirib yuboradigan bo'lsam 2 22. Yana qoldi xullas. A ni o'rniga necha qo'ya olmas ekanman men? Demak, A ni o'rniga 0 ni ham qo'ya olmas ekanman, 2 ni ham qo'ya olmas ekanman. A ni o'rniga 4 tekshirib ko'ramiz. A barobar 4. Barobar deyman. Son 344 bo'lib qoladimi shunda? 344. To'g'ri. 344 bo'ladigan bo'lsam 8 ga 32 dan 34 ajrataman, 4 dan beramiz. 32 ayirib bo'ladigan bo'lsam 2 4, 3 dan beramizmi? 3 kare 8 24, ayirib bo'ladigan bo'lsam 0. Savol, oxiridagi 3 ta raqamni 8 ga qoldirsiz bo'lindimi hozir? Demak, mana bu son, to'liq son nechaga bo'linadi? 8 ga qoldirsiz bo'linadi. Demak, A ni qiymati necha olishim mumkin ekan? 4 olishim mumkin. Keyingi son. A ni qiymati necha olishimiz mumkin keyingisi? 6.
Son necha bo'lib qoladi? 346. 346 8 ga bo'linmaydi. Bilamiz bu narsani. Yaxshi. Demak, bu ham chiqib ketdi. A ni o'rniga necha olish mumkin keyin? 8. Son necha bo'lib qoladi? 348. Savol. 348 8 ga bo'ladimi? Mana bo'lib qoladi. 348 bo'ladimi 8 ga? 34. Demak, 4 dan beramiz. 32 ayirib olgan bo'lsam 2 28. 28 8 ga bo'ladimi? Yo'q. Demak, mana bu son ham nechaga bo'linmas ekan? 8 ga bo'linmas ekan. Demak, A ning nechta qiymati bo'lgan ekan 8 ga bo'linishi uchun? Bittagina qiymat bor ekan. U ham necha? U ham 4. Tushunaymi? Boshqa qiymat yo'q edi. Bilamiz, biz oxirgi raqamlar 1, 3, 5 taraf qo'ya olmayman men. Chunki 8 da har qanday songa ko'paytirsam, baribir oxirgi raqam juft son chiqishi kerak bu yerda. Yoki 0, yoki 2, yoki 4, yoki 6, yoki 8. Tushunaymi? Yaxshi. Keyingisi. Xo'p, keyingisi. Xo'sh, 44-misol. 44-misol. 44 ta qarang. 210 va A soni turibdi. Tepasida shapkasi chiziqchasi ham bor. Mana nechiga bo'linsin deyapti bu? 9 ga bo'linsin deyapti, tushunaymi? 9 ga bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi bo'linishi kerakmi shunda? Qarang. Raqamlar yig'indisini qo'shib chiqargan bo'lsam, 2 o'rta qo'shuv 1, o'rta qo'shuv 0, o'rta qo'shuv A deylik. A shaklasi qo'shib chiqaylik hozir. Necha chiqadi? 3. Savol. 3 9 ga bo'linadi hozir? A ni o'rniga hozir necha qo'yishim mumkin? Birdan ayting. Xo'sh, 6. 3 emas, 6. A ni o'rniga 6 qo'ysamgina raqamlar yig'indisi mana bunaqa son paydo bo'lib qoladi, qarang. 2100 necha qoladi? 106. 2106 ni raqamlar yig'indisini qo'shadigan bo'lsam necha chiqadi? 9 chiqadimi? 9 9 ga bo'ladimi? Demak, A ning nechta qiymati bo'lgan ekan? Bittagina qiymati bor, yana necha? 6. Boshqa son yo'q edi. Boshqa son yo'q. Keyingisiga qaraymiz. 45-son. 45-misol. 45-misol. 4456 A soni nechiga bo'linsin deyapti? 10 ga. 10 ga bo'lsin, bo'lmasin deyapti. Savol. Oxirgi raqam faqat necha bo'lishi mumkin? 0. Boshqa son bo'lishi mumkin emas, bu yerda. A ning qiymati faqat necha bo'lishi mumkin? 10 ga bo'linish qoidasi oxirgi raqamdan bo'lishi kerak. Faqat 11 ga bo'linish qoidasini yozilmadim. Atayda sal bularga qaragan sal boshqacha bo'lgani uchun yozilmadim. Qanaqadir son 11 ga bo'linadimi yoki yo'qmi deb savol bersa sizlarga, ustun shaklda 11 ga bo'lib qo'ygandan yaxshiroq tushundim. Yaxshi. 49-misolga qaraymiz. 49-misol. Yaxshi deb o'ylaymiz. Xo'p, 546 A soni nechiga bo'linsin deyapti endi bunda? 12 ga. 12 ga bo'linish uchun oxirgi raqami 3 va 4 ga bo'linadi. 3 ga ham 4 ga ham bo'linishi kerak. Savol. 3 ga bo'linish uchun raqamlar yig'indisi bo'linishi kerakmi? 4 ga bo'linish uchun oxirgi raqam shu. Qarang, birinchi navbatda oxirgi raqamni bitta hal qilaylik. Savol. Son mana 12 3 ga ham bo'linishi kerak. Nechiga ham bo'linishi kerak? 4 ga ham bo'linishi kerak. Savol. Mana 4 ga bo'linish uchun oxirgi ikkita raqamni 4 ga bo'linsinmi shunda? Oxirgi ikkita raqam. Oxirgi raqamni 1, 3, 5, 7, 9 bo'lgan sonlarni qo'ya olmayman men hozir shuni. Hech qaysi bir sonni 4 ga ko'paytirsam oxirgi raqam 3 bilan tugamaydi. Hech qaysi bir sonni 4 ga ko'paytirsam oxirgi raqam 9 bilan tugamaydi. Tushundingmi? Har qanday sonni 4 ga ko'paytirsam baribir 100 son chiqaveradi oxirida. Qarangiz. A ni o'rniga 90 ola olmas ekan. Men shuni bilib oldim. A ni o'rniga 0 olmoqchiman. 0 olmoqchiman. Son qanaqa son bo'ladi? 5460 bo'lib qoladimi? Savol. 60 4 ga bo'linadimi? Bo'linadi. 15 chiqadi, tushundingmi? 15 chiqadi. 3 ga bo'linsa bo'ladi, to'g'rimi? 5 ga 4 ga qo'shadigan bo'lsam 9, 9 ga 6 qo'shadigan bo'lsam 15. 15 3 ga bo'linadimi? 4 ga ham bo'linyapti, 3 ga ham bo'linyapti. Demak, bu son nechiga ham bo'linadi? 12 ga ham bo'ladi. Tushundingmi? Raqamlar yig'indisini qo'shaman qarang. 5 ga demak, 4 ga qo'shadigan bo'lsam 9, 9 ga 6 qo'shadigan bo'lsam 15. Hozir A ni o'rniga 4 olishim mumkinmi? Mana A ni o'rniga 4 olishim mumkinmi? 4 olsam raqamlar yig'indisi 19 bo'lib qoladimi? Bo'lmaydi. A ni o'rniga 6 olishim mumkinmi? Qarang, A ni o'rniga 6 oladigan bo'lsam, 5466 bo'lib qoladimi? 5466. Raqamlar yig'indisi necha bo'ladi? 20. Lekin nechaga bo'linmaydi bu?
4 ga bo'linadi. 4 ga bo'linmaydi. Demak bu son nechaga bo'linmas ekan? 12. 12 ga bo'linmaydi. 3 ga bo'linyapti, lekin nechaga bo'linmayapti bu joyda? 4 ga bo'linmaydi. Ikkalasiga ham bo'linishi kerakmi? 12 ga bo'linish uchun. Yaxshi. A ni o'rniga necha olish mumkin keyin? 8 oladigan bo'lsa. Demak 5468 bo'lib qoladimi? Savol. Raqamlarni yig'indisini hisoblayman. 5 ga 4 9, 15, 15 ga 8 23. 23 ga bo'linadimi? Yo'q. 4 ga tekshirib o'tiramanmi? 4 mi? Demak bu son nechaga bo'linmadi? 12 ga bo'linadi. A ning faqat necha son, A ni o'rniga faqat qaysi raqamni qo'yishim mumkin ekan? Faqatgina 0, boshqa raqamni qo'yishim mumkin emas dedi. Qo'ysam xato chiqadi. Mana 12 ga qoldiqsiz bo'linmaydi. Qanaqa qoldiq chiqqan. Keyingisiga qarang. 50-misol. 50-misol. Demak 4478, 478 A soni nechaga bo'linishi kerak bunda ham? 12 ga bo'linishi kerak. 12. A ni o'rniga qanday qiymatlarni qo'yishim mumkin? Yana xuddi shu gap, A ni o'rniga faqat juft sonlar qo'yishim mumkin. 0, 2, 4, 6, 8 bor. Boshqa sonni qo'yishimiz mumkin emas. Yana bilamiz, mana bu 12 soni qaysi sonlarga bo'linishi kerak? 3 ga va nechaga? 4 ga. 4 ga. 4. 3 ga va 4 ga. Raqamlarni yig'indisini bitta hisoblab chiqamiz. 4 ga 7. 11. 11 ga 8. 19. Savol. Hozir oxirgi raqam 0 qo'ysam bo'ladimi? Yo'q. Chunki raqamlar yig'indisi 19 chiqadi. Oxirgi raqam 2 qo'ymoqchiman. 4 ga bo'linadi. A ni o'rniga 2 qo'ymoqchiman. Demak sonimiz 4782. Bu nechaga bo'linmay qoladi? 4 ga. 4 ga bo'linmay qoladi. Demak A ni o'rniga 2 olishim mumkinmi? Yo'q. A ni o'rniga bitta 4 tekshirib qo'ymoqchiman qarang. 4 tekshirib qo'ymoqchiman. Xullas bitta raqamlar yig'indisini hisoblab chiqaylik. Raqamlar yig'indisi 19. 4 ga qo'ymoqchi bo'lsam 23 chiqadimi? 23 ga bo'ladimi? Yo'q. A ni o'rniga 6 qo'ymoqchiman, 86. Nechaga bo'linmaydi u? 4 ga bo'linmaydimi? Oxirgi raqam 86 bo'lib qoladi, 4 ga bo'linmay qoladi, tushundingmi? A ni o'rniga 8 qo'ymoqchiman. 8. Qarang. 8 ga 8 16, 16 ga 11 27. Shu 8 to'g'ri keladi, qarang. A ni o'rniga necha qo'yishim mumkin? 8. Qarang, yaxshi aytib qo'yamiz. 4788 bo'lib qoladimi? Savol. Oxirgi ikkita raqamiga qarayman. 88 mi? 88 nechaga bo'linadi? 4 ga. Qoldiqsiz bo'lmadi. Raqamlar yig'indisini hisoblayman. 4 ga 7 11, 11 ga 8 19, 19 ga 8 27 bo'lib qoldi. 27 3 ga qoldiqsiz bo'ladimi? Demak, A ni o'rniga necha olishim mumkinmi? 8 olishim mumkin. Boshqa raqam qoldimi o'zimizda? 9 olishimiz mumkinmi? Yo'q. Demak, A ni o'rniga faqatgina necha qo'yishimiz mumkin ekan? Faqatgina 8. 8 dan boshqa sonni qo'ysam xato chiqadi. Tushundingmi? Savollar yo'qmi? Xo'p, demak 31 dan boshlab 50 gacha bo'lgan sonlar hammasi aniq qiymatini topishimiz kerak edi. Menimcha bu yerda savollar yo'q. Tushundingmi? Yaxshi. 51-misolga qaraymiz. 51 dan 56 gacha bo'lgan savollar berilgan qatorlardan tub sonlarni ajratib yozilgan. Qarang, 51-misol. 51-misol. Yaxshi deb aytamiz. 1, 2, 3, 3, 5, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Tub sonlar nima edi o'zi? Birga va o'ziga bo'linadigan sonlar qanaqa sonlar deyiladi? Tub sonlar deyiladi. Mana shu qatordan tub sonlarni topishim kerak ekan hozir. Eng kichkina tub son necha edi? 2. Bir tub sonmi hozir? Yo'q, birni chiqarib oldim. Savol. 2 tub son shundaymi? 3 tub son, 5 tub son, 7 tub son, lekin 9 tub son emas. Nechaga bo'linib qoladi bu? 3 ga bo'linib qoladi. Keyingisini chiqib ketadi? 15. 15. Demak, 15 dan chiqarib yuboradigan bo'lsam, bitta tub sonimiz bor. 2, 3, 5, 7, keyingisi 11, 13. Tushundingmi? Demak, tub bo'lmagan sonlarni chiqarib yubordim, tub bo'lganlari qoldi. Keyingisiga qaraymiz. Keyingisi 53-misol. 53-misol. Yaxshi deb aytamiz. 37, 37, 39, 39, 41, 43, 43, 43, 47, 49, 49, keyingisi 53. Xo'sh, Muhammad Nodir gapirgan qaysi birlar tub son, qaysi bir tub son emas? Tez ayt. 37 tub to'g'ri. 39 chi? Yo'q, tub emas. Nechaga bo'linadi bu? 3 ga bo'linadi, to'g'ri. 39 chiqib ketdi. 41 tub son, 43 chi? Bu ham tub. Tub 47, Tub.
49 nechiga bo'linadi? 7 ga, to'g'ri. Qolgan hammasi to'pson bo'ladimi shunda? To'pson bo'ladi. Yaxshi. Keyingi misol. Xo'sh, 55-misol. 55-misol. 55 da 79, 83, 79, 83, 87, 89, 99, 101. Xo'sh, gapir ham Bekzod. Qaysi birlar to'p, qaysi birlar to'pmas? 79. Emas. To'pmas. Nimaga nechiga bo'linadi? 79. 3 ga bo'linish qo'yasiz. Nima edi? Raqamlar yig'imiz bo'linishi kerak edi. Qo'shsam necha chiqadi raqamlarimiz? 16 mi? 16 3 ga bo'linmaydi, ha? Demak 79 to'psonmi hozir? To'pson. 83 to'p, 87. 87 ga raqamlar yig'imizni bitta qo'shib ko'r, necha chiqadi? 15. 15 3 ga bo'linadi, ha? 87 chiqib ketdi. 89 to'pson, 97-chi. 97 to'p, 99-chi. 99 3 ga bo'linadi. Demak 101 to'pson. Qolganlar to'pson bo'ladi, to'g'rimi? Yaxshi. 56-misolga qarang. 56-misol. 56-misolda 103, 107, 109, 111, keyingisi 120. Xo'p. Gapirgan qaysilar to'pson, qaysilar to'pson emas? Tezroq. 103. To'pmi? Yaxshi, 107. Yo'q. Xo'p, 109. To'pson. Sonmas. To'pson emas, nechiga bo'linadi? 2. Yo'q, shu 2 ga bo'linishni bilamiz, shuni mana bo'lishni. To'psonmi 109? To'pson. To'pson 111-chi? To'pson. Yo'q, to'pson emas, raqamlar yig'masidan chiqadi. 3. Demak 111 nechiga bo'linar ekan? 3 ga bo'linadimi? 113-chi? To'psonmi? To'pson 121? Yo'q. Nechiga bo'linadi u? 11 ga, to'g'ri, 11 ga bo'ladi. Demak, to'psonlar chiqdi, to'p bo'lmagan sonlar chiqib ketdi, to'p bo'lganlar qolyaptimi o'sha yerda? To'p bo'lganlar qoladi. Yaxshi. 57-misolga qaraymiz. 57-misol. Mana bu kesmani deyapti. 15 u 35 kesmadi. 15 35 kesmadi. Nechta to'pson bor? Qarang, nima degani bu? Yaxshi aytib beramiz. 15 35 kesma degani 15 dan boshlab 15, 16, 17 va hokazo. 34, 35 gacha, 15 dan 35 gacha nechta to'pson bor demoqchi, tushuning? Nechta to'pson bor? Mana bu qavsimiz bor-ku, to'rtburchak qavs bo'ladigan bo'lsa, to'rtburchak qavs bo'ladigan bo'lsa. Mana 15 bilan 35 ni o'zi ham kiradi. Agar ertaga bizdan anaqa berilgan bo'lsa, qarang. 15 35 berilgan bo'lsa, 15 35 berilgan bo'lsa. 15 bilan 35 kirmaydi, tushunarli? O'zi 15 bilan 35 to'pson emas. Olmoqchi bo'lsam, olmayman, to'g'ri? Savol, 16 to'psonmi? Yo'q. O'zi 15 dan boshlab 35 gacha bo'lgan son to'psonlarni bitta yozib olaylik. Birinchisi 17, 19, 23, 29, 37 kerakmi o'zimizga? Bo'ldi. Demak, nechta to'pson bor ekan? 3 ta, jami 5 ta to'pson bo'lgan ekan, hammi? 15 dan boshlab 35 gacha nechta to'pson bo'lgan ekan? 5 ta. Qaysilar desa, mana o'sha. Tushundingmi? Yaxshi. Keyingisi. Mana 58-misolga qaraydi. 58. 58 dan endi ko'rsatganimiz kerak. 10 bilan 50. 10 50 orasida nechta to'pson bor deyapti. Oralarida nechta to'pson mavjud? 10 dan 50 gacha bo'lgan to'psonlarni bilamizmi biz? Birinchi to'pson nechi? 11, undan keyin 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Demek jami nechta bo'ladi shunda? Jami demak 3, 6, 9, 10, 11 ta bo'ladimi shunda? Demak 10 dan boshlab 50 gacha bo'lgan sonlar orasida nechta to'pson bor? 11 ta to'pson bor. Muhammad tushundingmi? Yaxshi. Keyingisi 60-misol. 60-misol. 30 dan 50 gacha oralig'ida nechta murakkab sonlar bor? Yaxshi bilamiz.
30dan 50gacha sonlar orasida oralarda murakkab sonlar nechta? 30dan nechagacha deyapti? 50gacha bo'lgan sonlar orasida nechta murakkab son bor? Murakkab son nima ekanligini bilamiz o'zimiz? Ikkitadan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan sonlar qanaqa sonlar deyiladi? Murakkab sonlar deyiladi. Savol. Hozir 30 ni o'zini olishim mumkinmi? Yo'q-da, aytdim-ku, men aynan qasd olishim mumkin. Ha? 30 ni 50 olmaydi, to'g'ri. Qarang, keyingisi bitta murakkab son, bitta yozib beraman, qarang. 32. 32 nechta songa bo'linadi? 16. 2 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 8 ga bo'linadi. Murakkab sonmi bu? Murakkab son. Keyingisi 34. Savol. 34 nechta songa bo'linadi? 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 17 ga bo'linadi, 34 o'ziga ham bo'linadimi? Bu murakkab sonmi, murakkab son emasmi? Murakkab son. Keyingisi qarang. 36. 30 qarang. 30 dan boshlab 50 gacha deyapsiz-ku. Men hozir mana buni ichida 33 ta ham olishim mumkin. Nima uchun? 11 ga bo'ladi. To'g'ri, 11 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi. 32, 33, 30, 34, 35, 36, 37 ni olishim mumkinmi? Chunki u qanaqa son? Turson. Oddiy qilib aytganda qarang, hozir men 30 dan boshlab 50 gacha tub sonlarni topsam, keyin shu tub sonlarni chiqarib yuborsam javobim chiqadi. Lekin yozib ko'rsatganim yaxshi. 36, undan keyin 37 ni ololmayman. 38 olishim mumkinmi? 39-chi. Mumkin. Keyingisi 40. 41 ololmayman, 42 olishim mumkin, 43 ololmayman, 44. 44 bo'ladi, 45 bo'ladi, 46 bo'ladi, 47 bo'lmaydi, 48, 49. Demak, jami nechta bo'ladi shunda? Murakkab sonlar. Xo'p. 4 ta 8, 9, 10, jami nechta? Jami 14 ta. Demak, 30 dan boshlab 50 gacha bo'lgan sonlar orasida nechta tub son bo'lgan, nechta murakkab son bo'lgan ekan? 14 ta murakkab son bo'lgan. Murakkab sonlar nima ekanligini bilamiz, a? Oddiy qilib aytganda shu 30 dan boshlab 50 gacha nechta tub son bor? Shularni chiqarib tashlab, qolgan hammasi murakkab son bo'ladi, oddiy qilib. Tushundingmi? Yaxshi. Keyingi tipga o'tyapmiz. Qarang. 61 dan boshlab 65-misolgacha quyidagi tengliklarni qanoatlantiruvchi x, y tub sonlarni toping. X va y tub sonlarni toping. Faqat tub son bo'lishi kerak shuni. Qarang. 61-son misol, 61-misol. Yaxshilab e'tibor beramiz. X ko'paytiramiz y, x ko'paytiramiz y barobar nechaga teng bo'lib turibdi? 14. X bilan y qanaqa son bo'lishi kerak ekan? Tub son bo'lishi kerakmi? Tub. Qarang. X ni o'rniga 7, y ni o'rniga 2 oladigan bo'lsam, ko'paytirsam 14 beradimi? Ikkinchi holati ham bor faqat bu. Ikkinchi holati ham bor. X ni o'rniga 2, y ni o'rniga necha olishim mumkin? 7. Chunki 7 karra 2 ham 14 bo'ladi, 2 karra 7 ham 14 bo'ladi. Tushundingmi? Boshqa variant bormi? Yo'q. Ikkita variant yozdim. X o'rniga birinchi marta 7 olishim mumkin, y o'rniga 2. Ikkinchi holat. X o'rniga 2, y o'rniga necha olishim mumkin? 7. Keyingisiga qaraymiz. 62-misolga qaraymiz. 62-misol. 62da x ko'paytiramiz x ko'paytiramiz y barobar 35. Ikkita holat bor. X o'rniga birinchi holatda 7, y o'rniga necha? 5. Ikkinchi holat x o'rniga 5, y o'rniga necha? 7. Shunda yana boshqa holat bormi? Yo'q. Yaxshi. Keyingisi. 65-misolga qaraymiz. 65-misol. Yaxshi deb e'tibor beramiz. 65-misolda x o'rta qo'shib y barobar necha teng turibdi? Ayni holatlar ko'p bo'lishi mumkin bo'ladi. Qo'shsam necha chiqishi kerak? Birinchi holat qarang. X ni o'rniga barobar 17 olishim mumkin, y o'rniga necha olishim mumkin? 3. Ikkinchi holat x ni o'rniga 3, y o'rniga 17. Yana qanaqa holat bormi? 13 bor. 13 bilan 7 bor-ku. 13 bilan 7. Qarang, ikkinchi holat. Demak, x ni o'rniga 13 olishim mumkin, y o'rniga necha olishim mumkin? 7. Keyingi holat x ni o'rniga 7 olishim mumkin, y o'rniga 13 olishim mumkin. 13 olishim mumkin. Yana qanaqa variant bormi? 10. Necha? 10 bilanmi? Yo'q, qarang. Mana topayotgan sonlarimiz bor-ku, hammasi tub son bo'lishi kerak. Tushundingmi? To'g'ri, hozir 10 ga 10 ni qo'shsam 20 chiqadi. Lekin 10 tub son emas-ku, 10 ololmayman. 15 bilan 5. 15 bilan 5. To'g'ri, 5 tub son, lekin 15 tub son emas-da. Ikkalasi ham tub son bo'lishi kerak.
Yana qanaqadir variant bormi, qanaqadir kombinatsiya bormi? Yo'q, hammasini yozib berdik. Birinchi navbatda x o'rniga 17, y o'rniga 3. Ikkinchi holat x o'rniga 3, y o'rniga 17. Uchinchi holat x o'rniga 13, y o'rniga 17, 7 ni o'zi. To'rtinchi holat x o'rniga 7, y o'rniga 13. Tushunarlimi? Savollar yo'qmi? Xo'p, demak 66-misolga qaraymiz. To'g'ri to'rtburchak bo'yi va enining uzunligi tub sonlar bo'lib, perimetri 26 sm bo'lsa, uning yuzini toping. Yaxshilab qaraymiz. To'g'ri to'rtburchak degan bo'lgani shunaqa 66-misolda. 66-misolda. To'g'ri to'rtburchak ekan deyapti. To'g'ri to'rtburchak bo'lgan. To'g'ri to'rtburchak bo'lgan ekan. Uni deyapti eni va bo'yi uzunligi tub sonlardan iboratdir. Mana bu joyni qanaqa A son deydigan bo'lsam, mana bu joyni qanaqa B son deydigan bo'lsam, savol, mana bu taraf A bo'lgandan keyin bu taraf nima bo'ladi? Mana bu taraf ham A bo'ladi shuni? Bu taraf B bo'lgandan keyin mana bu taraf nima bo'lishi kerak? Shuni shu to'g'ri to'rtburchak perimetri necha santimetr deyapti? 26 santimetr deyapti. Tamam? Savol endi. Perimetr degan nima degani o'zi? Hamma tomonni nima qilishimiz kerak? Qo'shib chiqishimiz kerak. Perimetr P harfi bilan belgilandi, barobar A qo'shamiz B, qo'shamiz A, qo'shamiz B. Savol, nechta A bor bu joyda? 2 yo'q. Shoshmang. A ga qo'shadigan bo'lsam, 2 ta, o'rta qo'shib nechtadir? 2 ta. Yana soddalashtirmoqchi bo'lsam qarang. 2 ni guruhlashtirib chiqaradigan bo'lsam, 2 ni chiqardik. A plus B ni o'zi qoladimi, to'g'rimi? Savol, perimetr o'z to'g'ri to'rtburchak perimetr formulasi shunaqada. 2 ko'paytiramiz A plus B. Perimetr nechaga teng? Perimetr nechaga teng? 26. Mana bunaqa yozadigan bo'lsam qarang. Demak 2 o'rta ko'paytiruv A plus B barobar 26 ga teng deydigan bo'lsam, 2 ni bu tomonga bo'lishga o'tkazsam bo'ladimi? Bo'ladigan o'tkazadigan bo'lsam qarang. A plus B ni qiymati 26 bo'lamiz 2. A plus B ni qiymati nechaga teng bo'lgan ekan? 13 ga. Biz hozir A plus B ni qiymatini topib qo'ydikmi? Savol, mana A bilan B deyapti, tub son bo'lsin deyapti. Tushuningmi? Tub son bo'lishi kerak. Tub bo'lmasa bo'lmaydi. Hozir qaysi sonlarni qo'ysam bo'ladi? A ni o'rniga bitta tub son, B ni o'rniga bitta tub son qo'shsam 13 chiqishi kerak. Xo'sh? A ni o'rniga 11 qo'ysam bo'ladimi? B ni o'rniga necha qo'yaman? 2. 11 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsam 13 mi? 11 ham tub son, 2 ham tub son, tushunarlimi? Bizdan nimani so'rayapti o'zi? Bo'lsa uning yuzini toping. To'g'ri to'rtburchakning yuzini topish formulasi bilamiz. S barobar A ko'paytiramiz B. Bu ikkinchi sinf, uchinchi sinflarda o'tiladigan mavzu. Enini nimasiga ko'paytirishimiz kerak? Bananligiga ko'paytirishimiz kerak. Demak savol, qarang. S barobar enini chiqdi bizda A ni qiymati. 11 o'rta ko'paytiruv bo'yi nechaga teng? 2 ga teng. 11 ni 2 ko'paytiradigan bo'lsam 22 santimetr kvadrat bo'lgan. Yuzasi. Tushundingmi? Bizda berilyapti, qaranglar, savolni eshitamiz, yaxshi eshitamiz. To'g'ri to'rtburchak berilyapti. Va uning perimetri necha santimetr deyapti? Perimetr 26 santimetr. Va deyapti, mana bu eni bilan bo'yi deyapti, qanaqa sonlardan iborat bo'ladi? Tub sonlardan iborat bo'ladi. Men perimetrni bilaman, hamma tomonni qo'shishim kerak. Qo'shadigan bo'lsam 2 ga qo'shamiz 2 b bo'lib qoladi. 2 ni guruhlashtirib chiqaradigan bo'lsam 2 ko'paytiramiz A plus B. Demak qarang, perimetrning qiymati 26 ga teng, 2 ni bu tomonga bo'laveradigan bo'lsam A plus B ni qiymati 13 ga teng. Demak A ni qiymati 11, B ni qiymati nechaga teng bo'lishi kerak? 2 ga. Yuzasi shu enini bo'yiga ko'paytirishimiz kerak-da, to'g'ri to'rtburchak yuzasini topishimiz uchun. 11 ni 2 ga ko'paytirdim, javob necha chiqadi shunda? 22 ga teng bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi. Yaxshi deb eshitamiz, qarang. 70-misol. O'rtadagi misollar bir-biriga o'xshash. 70-misol. 70. Yaxshi deb eshitamiz. To'g'ri to'rtburchakning bo'yi va enining uzunligi tub sonlardan iborat bo'lib deyapti. Yuzi nechaga teng bo'lgan ekan? 100. Uning nimasini topishimiz kerak ekan? Perimetr. Demak 70-misolda to'g'ri to'rtburchak berilyapti. Yaxshilab qo'yamiz. To'g'ri to'rtburchak berilyapti. Mana bu tomonni qanaqadir A, mana bu tomonni qanaqadir B deydigan bo'lsam, uning yuzasi deyapti. Yuzasi qaysi harf bilan belgilanadi? S harfi bilan. Yuzasi A ko'paytiramiz B degan shunaqami? Enini bananiga ko'paytirishimiz kerak yuzasini topishimiz uchun.
Shu yuzasini ichiga teng bo'lgan ekan. 143. S barobar deyapti. S barobar 143 bo'lyapti. Ana endi savolda mana bu to'rtburchakning eni bilan bo'yi tub sonlardan iborat bo'lsa, shu to'rtburchakning nimasini topishimiz kerak ekanmiz? Perimetrni topishimiz kerak. Ya'ni perimetr degan hamma tomonni qo'shib chiqishimiz kerak deganmi? Yaxshi. Savol. Qaysi ikkita tub sonni ko'paytirsam javob 140 chiqadi. Xo'sh, kim aytadi? Masalan, aytaylik 7 bilan 5. Ikkalasini tub sonni ko'paytirsam necha chiqadi? 35. Bizda shunday ikkita tub sonni olishim kerakki, ko'paytirsam 143 chiqsin. 143 chiqsin. Xo'sh? Qarang. A ni qiymati yaxshi deb qo'yamiz, o'zim aytaman. A ni qiymati 13, B ni qiymati 11 oladigan bo'lsa, mana shuni ko'paytirib ko'raman, qarang. 13 kara 11. 1 kara 3 3, 1 kara 1 1, 1 kara 3 3, 1 kara 1 1. Qo'shadigan bo'lsam 3 4 1. Haqiqatan 143 chiqyaptimi? 13 tub sonmi? 11 ham tub sonmi? Demak, A ni o'rniga 13 ni olishim mumkin, B ni o'rniga nechani olishim mumkin? 11. Mana bu joyda A ni qiymati 13, B ni qiymati 11 bo'ldi. Savol. Mana bu joy 11 bo'lgandan keyin bu joy nimaga teng bo'lishi kerak? 11 ga. Mana bu joy 13 bo'lgandan keyin mana bu joy nechaga teng bo'ladi? Perimetr degani hamma tomonni qo'shishim kerakmi? Mana tomonni qo'shishim kerak. Birinchi tomon. Demak, birinchi tomon 13, o'rta qo'shuv, ikkinchi tomon 11, o'rta qo'shuv, uchinchi tomon 11, o'rta qo'shuv 13. Barobar demak, barobar. 13 ga 13 qo'shadigan bo'lsam 26, o'rta qo'shuv 22. Javob nechaga teng bo'lgan ekan? 48 santimetrga teng bo'lgan. Tushundingmi? Savol berilyapti bizda. To'rtburchak berilgan va uning yuzasi deyapti 143 santimetr kvadrat bo'lsa, 143 ga teng bo'lsa. Va to'rtburchakning tomonlari deyapti, eni ham, bo'yi ham tub sonlardan iborat bo'lsa. Tushundingmi? Demak, yuzasi biz bilamiz, to'rtburchakning yuzasini topishimiz uchun enini bo'yiga ko'paytirishim kerakmi? Qaysi ikkita tub sonni ko'paytirsam 140 chiqadi. Birinchisi 13, ikkinchisi 11. Boshqa variant yo'q, to'g'rimi? Birinchi boshqa variant yo'q. Demak, uni perimetri qarang. Perimetrni topishimiz uchun tomonlarni topib oldim. Birinchi tomon 13, ikkinchi tomon 11. Bu tomon 13 bo'ldi. Mana bu tomon 13 bo'lgandan keyin bu taraf nimaga teng bo'lishi kerak? 13 ga. Mana bu tomon 11 bo'ldi. Bu tomon 11 bo'lgandan keyin bu tomon nimaga teng bo'ladi? 11. Perimetr degan hamma tomonni nima qilishimiz kerak? Qo'shishimiz kerak. 13 qo'shamiz 11, qo'shamiz 13, qo'shamiz 11. Javob nechaga teng bo'lgan ekan? 48 ga teng bo'lgan. Tushundingmi? Savollar yo'qmi? Yaxshi.